nima deyapsan sen o'zi? Nima deyapsan? Yaxshi. Mana bola kim? Hozir taniysan, shu bolani qidirib yuribmiz biz. Mana bolani. Salomlar. Kim bu bola? Menman. Senmisan shu? Nima so'rayapsan bu yerda? Nima orzuying nima edi? Uy. Orzuyingni amalga oshirsak, sen syomkaga olib chiqsang rozimisan? Orzuyingni ha? Yaxshimisiz, ha? Boshqa qiynalib yurmaysizlar endi, mana endi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizga zo'r sovg'a olib keldim, qaranglar. Yuringlar. Qani chiqing. Uylanma qattaligini bilmayman, men ko'rsatasizlarmi? Birga haydab boramizmi? Ketdi. Bismillah. Chetra o'tinglar. Mashina kelyapti. Siz otingiz nima edi? Sardor. Bu Sardormi? Voy mashallah, ikkita Sardor bo'ldik. Bugun nima ovqat yedingiz? Bugunmi? Sho'rva. To'g'risimi? Sho'rva. Sho'rvaning ichida nima bor? Go'sht bormidi? Yo'q-da. Xolodilnikda bormi? Yo'q. Mana ketdik, yuring. Ketdik, Sardor. Qani endi Sevinchdan so'raymiz. Ertalab nima yedingiz ovqatga? Ertalabmi? Shu non-choy. Non-choy, a? Kechasi kechqurun nima yedingiz? Kecha ozroq non yedik. Mana haqiqat yuzaga chiqadi. Ona qizim, nimani orzu qilasiz? Men onamni bitta hojiga jo'natish, bitta uyimiz bo'lishini xohlardim. Ana, bugun orzular o'chalar ekanda, xudo xolisa. Jonim qizim. Mana videolarimni ko'rarmidingiz? Ha, ko'rardim. Boshda tanimadingiz-a? Keyin tanidingiz-a? Yaxshi ko'rasizmi meni? Ha. Bolalar katta tanaffusda nonushtaga chiqib ketsa, siz yoningizda pulingiz bo'lmaydi-ku. O'tiraman sinfda. Sinfda o'tirasizmi? Hamma ovqatlanib kelsa, siz o'tirasizmi? Xafa bo'lib ketasizmi shunaqa paytlarda? Xursand bo'laman. Xafa bo'lmaysizmi? Jonim qizim. Yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mehribonlar ham bor, ona qizim. Yaxshi insonlar ham bor. Biz keldik mana. Eshishimiz bilan keldik. Hech ham siqilmaydi. Ko'ngli o'ksib qolmasin odamlardan. Yaxshi insonlar bor hayotda. To'g'ri, ular kam, lekin bor. Biz shunaqa insonlarni ko'paytirishimiz kerak, to'g'ri? Siz shunaqa yaxshi inson bo'lasizmi? Asal qizim, qani yuraylik, ketdik. Sinfdoshlari o'sha katta tanaffusda ovqatlanishga chiqib ketganda, siz nima qilasiz? O'tiraman kutib turibdilar. Xafa bo'lmaysizmi? Desam, yig'lab yubordi qizim. Sevinch qizim. Na qizim. Alloh insof bersin bizlarga. Allohga qaytingizlar. Atrofimizda bunaqangi bolalar juda ko'p. Juda ko'p. Birgalashib bu muammolarni yengamiz inshaalloh. Ehtiyot bo'ling ona qizim. Ha, ehtiyot bo'ling. Ha, ehtiyot. Sardor akami? Ha, aka. Ha, aka syomka qilyapti. To'xtang, bu qo'lingizni ushlab qo'ying. Maşallah. Yaxshimisiz? Mayli, ko'rishasiz, yaxshimisiz? Salomatsiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zo'rmi? Rahmat. Mana bolalarni xursand qilgani keldik, mahallalarning bolalarni. Rahmat. Siz shu paytgacha ko'rmagan bolalarni xursand qilgani keldik. Ko'ramiz sizlar, ko'ramiz. Yordam qilib turmaysizlarmi? Yordam qilamiz-da. Men qarang. Alloh razı olsun. Zo'rmi o'zingiz? Rahmat. Qo'shnilaringizni ishlaydigan zo'r yigit ekansiz lekin zo'r ekan, mana hozir ham zo'r ishlar qilyapsiz lekin. Mana shunday Alloh qabul qilsin. Qilyapsizlar, zo'r qilyapsiz. Birgalashib, xudo xolasa. Siz ham safimizga qo'shiling, siz ham hissa qo'shing. Mayli. Siz mashdamiz, mash mahalladamiz? Ha, she'rdan men, she'rdan. Alloh razı bo'lsin. Mayli, bizlar rasmga tushirib qo'ying, rasmga tushirib qo'ying. Qani telefoningizni bering. Olib qo'y o'zing rasmini. Olib qo'y, bizga nima qilyapti? Rasm tushirib qo'ying aka. Rasm tushirib qo'ying, unda tushikda.
Sog' bo'ling aka. Biz ketdik. Sardor aka bitta ko'ringda, to'g'risi. Aka biz ish qilyapmiz, jon aka. Bitta ko'ring. Ha. To'g'risida iltimos borda. Nima iltimos? Men o'zi bir Rossiyalarga borib, zo'r ishlar Ha, qildim-da. ha. Uzrda lekin Ha. men hozirda loyiham borda, biznes loyiham borda. Ha. Ana shu biznes loyihamni rivojlantirib olishim kerakda. Menga to'g'risini aytganda erkakchaga ozroq pul kerak bo'lib turibdi-da. Siz mana qo'lingizdan kelyapti, puldan yordam qilib turing menga. To'g'risida zo'r loyiha bor, bir $15,000 yetmayapti-da aka. Ana shuni agar bersangiz bor, keyin men mana shu sizlar nimalaringni oti bor. Vaqfmi? Ana shu vaqf kompaniyalariga shu pulni xayriya qilaman keyin. Qanqir erkak. Keyin ehson qilasiz-a? Ya ihson qilaman aka. Yaxshilik qilasiz. Yaxshilik qilaman aka. Subhanalloh. Aka, 15,000 da sizga nima bo'ldi? aka hozir mana shu Islom ukam sizga telefon nomer beradi. Shunda bog'laning, bolalarimiz bilan gaplashasiz. Xo'p, maylimi? Telefon bor-ku, men ko'p telefon qildim-da, ko'p telefon qildim. Birontasi ko'tarmaydigan foydasi yo'q-da. Men o'zingiz ko'rib qolganingiz. Qarang, bo'pti, mayli. Xo'p, mana hozir men sizga bo'lmasam bor gapni aytaman, ochiq gapni aytaman. Shu bolalardan ko'nglingiz qolmasligi uchun. Mayli. Bizani ishimiz xayriya jamoat fondida. Mana shunaqangi voyaga yetmagan yetim bolalarga, miskinlarga yordam beramizda. Bizani qo'limizdagi bu xalqqa bizga bergan omonatda. Biz bank emasmizda, biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlaydigan bir tashkilot emasmizda. Shunga bizani to'g'ri tushuning, jon aka. Men yetim deyapsiz, ham otamiz o'lib ketgan, bizlar ham yetimda. 16 yoshdan yetim bo'lmay, jon aka, zabardast erkaksiz, kuchga to'lgan. Ya, endi nima qiling, endi shunday. Ya, jon aka, meni imkoniyatim yo'q bunga, meni vakolatim yo'q bunga. Agar o'zim yonimdan bo'lganda, balki o'ylab ko'rardim, lekin unaqa imkoniyatim yo'q, jon aka. Beshchalik. To'g'risida bor-ku, o'zi barilaring bor-ku. To'xta, jim unaqa. Barilaring bor-ku, bunday Bunday o'ttir. Bundayda, barilaring bor-ku, bunday olganda yolg'onchilarda xafa bo'lmaydi men. Bo'l aka, siz bilan gap ma'lum. Bo'l, tushundim aka. Publikovat qiladi. Alloh insof bersin. Alloh insof bersin hammalarimizga, jon aka. Sizga omadingizni bersin. Qochdi. Sen Sardor bor-ku, sen oltani qilmamda internetda chiqib bor. Nima deyapsan? Nima deyapsan? Oltani qilmasan. Yaxki. Nima qilasan? Yaxki. Qayerga surganing bilasan? Nima deyapsan sen o'zi? Nima deyapsiz? Sen nima deyapsan? Yaxki. Bo'l, stop. Всё. Ana. Biz azizlar bu sahnani uyushtirgan edik. Keling aka, Alloh rozi bo'lsin. Qashqadaryodan bu akamiz aktyorlar. Biz bu sahnani uyushtirdik. Nima uchun? Chunki hayotimizda kundalik mana shunaqa muammolarga duch kelamizda. Ofisimizga, bazamizga zabardast, kuchga to'lgan, soppa-sog', 7:30 soat bo'lgan insonlar, erkaklar kirib kelishadi-da. Menga yordam bering, biznesimga yordam bering, pul tiking, oyoqqa turib ketsam sizlarga ehson qilaman deyshadi. Mana xuddi hozirgi vaziyatga o'xshab to'g'ri tushuntirib, vaziyatni haqiqiy kartinasini ularga tushuntirib, voy baraka topib ko'rib, biz bank emasmiz, bizneslarni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot emasmiz, bizdan jahllar chiqib, bizga adovatlar qo'zg'ab, orqamizdan fitnalar qilib, tuhmatlar qilib, ustimizdan yozadigan mana shunaqa nomardlar ko'p. Tushunyapsizmi? Ana shuning uchun hozir mana shu sahnani biz uyushtirdik. Mana endi bir o'z o'ylab ko'ring-a, kecha ovqat yemagan, ertalab nonushta qilmagan mana bunaqangi norasiydalar turganda biza kuchga to'lgan erkaklarga pul berishimiz kerakmi? Xalqni bizga yetimlar uchun berayotgan puldan bularga berib, biznesni qo'llab-quvvatlashimiz kerakmi? Tavakkal. Bir o'ylab ko'ring, qaysi insof bilan? Men misol uchun erkak bo'lsam bor, birovdan yordam so'rashga uyalaman. Alloh meni 7:30 sog' qildi, kuch-quvvat berdi, aql-u zakovat berdi. Harakat qilsa Alloh rizq nasibasini beradim, bo'ldi harakatni bosish kerak. Bu hammasi bahona. Alloh insof bersin bizlarga. Mana shu sahna ko'rinishi yetarli bo'lsin sizlarga azizlar. Mana shunaqangi bizdan nimadir ilinjda bizni fitna qilayotganlar va bizdan xafa bo'layotganlar uchun mana shu video yetarli bo'lsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Biz esa ishimizni davom etamiz. Alaykum assalom. Sanjoy sog'mi? Alloh sizni yetkazdi, qarang. Sog' bo'ling. Qizim bitta Sog' bo'ling. o'tgan Turkiyada operatsiya qildirib keldi. Ona qiz, otingiz nima sizni? Ezoza. Ezoza qizim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rohim, Parvardigorim. Ezoza qizimni umrini uzoq qil, tani jonini sog' qil. Ikki dunyoda ota-onasini ko'zini quvontiradigan soliha bo'lishingni o'zing nasib ayla. Voyaga yetib, chiroyli joylarga kelin bo'lib, chiroyli farzandlarning ota-onasi bo'lib yursinlar bo'lajak kuyovimiz bilan. Ota-onalar ham bu qizimizni rohatini ko'rsinlar. Hamma bolalarimiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bizni ko'rayotganlar, bizni kuzatayotganlar orasida ham mana shunaqa farzandini sog'ayib ketishini Allohdan iltijo qilib so'rayotganlar, yig'layotganlar bor. Ya Robbiy, duolar ijobat bo'ladigan lahzalarda turibmiz. Yetimlar xursand bo'layotgan lahzalarda turibmiz. Qo'llarimizni quruq qaytarma. Jamiki Allohim bemorlarning dardlariga o'zing g'oyibingdan shifo komillaringni ziyoda ayla. Allohumma solli va sallim. Duo qiling. Hop ona qiz. Sardor aka bir. Rahmat. Rahmat. Qani bolalarni xursand qilaylik endi.
Ketdik. Bismillah. Duo qilinglar. Alloh shifo bersin. Sizlarni yerga urishadimi? Ha. Nimalar deydi bolalar? Sizlar otalaring yo'q deydi. Yetadimi shu gap? Ona qizim, shunaqa paytda endi bundan keyin mani otam bor, mani otam Sardor Rahimxonov edi. Hop, hop. Ota o'rnida bo'lamanmi? Ha. Yaxshi ota bo'lamanmi? Rozimisiz? Bo'ldi. Endi ko'nglingiz to'q bo'lsin. Mani otam bor. Hop. Hop. Ana qizim, ketdik. Ket. Sardor uch. Uch bola, uch. Uch, ha? Bos bolam. Ana. Alloh gunohlaringizni kechirsin, rozi bo'lsin. Mana shunaqa paytda o'ylab qoladi odam. Qarang. Kimlar nima bilan ovora-yu va bizni Alloh qanaqa amalda sobit qilib qo'ydi. Asli baxt bo'lsa mana shu. Baxt bo'lsa mana shu. Men hayotimdan mamnunman. Allohga hamd aytaman. Va sizni ham mana shunaqangi baxtga chaqiryapman-da. Yonimizda bo'ling, kelingizlar. Arzimagan harakat, lekin mana hozir yetim haqida gap ketyapti. Tushunyapsizmi? Yig'lab yotgan qorni och yetim haqida gap ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bularning boshini silaylar. Men bilan jannatda mana shu qadar yonma-yon bo'lasizlar deganlar. Bu kim aytdi bu va'dani? Alloh taolo shularni qalbidaman deb turibdi. Allohni ziyorat qilmaysizmi? Allohga rozi bo'lgan amalga shoshmaysizmi? Ulgurmaysizmi? Hayot bir soniyada o'tadi, ketadi. Shunda bir deganda hattoki la ilaha illalloh deshga ulguramizmi, yo'qmi Alloh bilguchi. Lekin shu fursatlarni shu lahzalarni g'animat bilib berib qolmaysizmi? Bersiz kimga berasiz? Aslida o'zingizga, oxiratingizda sizni yuzingizni yorug' qilib, sizni jannatdagi darajotlaringizni ko'taradigan mana shu yaxshiliklar. Safimizga qo'shiling, har kuni ehson qiling. Hech bo'lmasa 5000 so'm loyihamizda ishtirok eting. Hech bo'lmasa eng kamida. Qani ketdik. Ozgina qolibdi, yuringlar. Oyi! Oyjon! Sardor akam keldi. Oyjon! Maşallah. Oyjon! Sardor akam keldi. Oyjon! Sardor akam keldi. Sardor akam keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Keldik mana. Biroz kech keldik. Lekin keldik. Shokka tushib qoldingiz-a ko'rib. Bildim. Odamlar ko'pligi uchun ham xijolat qildingiz. Bu oilani biz azizlar o'rganib ketganimizda mana shu Sevinch bilan Sardor gaplarini eshitib men yig'lagan edim. Mana hozir ham yo'laki eshitdingiz bularning holini, ahvolini. Qanaqa ahvolda yashashyapti? Ijara, o'zlarining uylari yo'q. Turmush o'rtoqlari 8 yil bo'ldi olamdan o'tgan. 8 yildan beri otasiz yolg'iz o'zlari muammo bilan yuzma-yuz qolishgan bular. Bularning oldiga tushib qo'rqmanglar, men sizlarning yoningizdaman. Biz yoninglardamiz, biz yordam beramiz deydigan bir mard yo'q. Sizga rahmat. Yaxshi yomon anaqa qilgan bo'lsak uzr. Ko'ngilsizliklar. Nega uzr so'raysiz? Uzr so'ragan nima ish qildingiz? Hech qanaqa uzr so'ragan ish qilgan. Biz uzr so'rashimiz kerak. Yo'q, shuncha yordam qildingiz. Rahmat. Yig'lamang bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi bolajonim. Endi xudo xolasa sizlarning o'zingizlarning uyingizda bo'ladi. Olib kiringlar hadiyalarni. Ana qizim, bo'ldi yig'lama jonim. Asal qizim, siz menga va'da berdingiz, yaxshi inson bo'laman deb. Katta bo'lsam ko'p yaxshilik qilaman dedingiz. Va men sizga nima dedim yo'l-yo'lakay? Men endi siz adingiz bo'laman dedim. Endi ko'nglingiz o'ksmasin, xo'p? Mabodo sinfdoshlaringiz atrofingizdagi bolalar bu narsa deydigan bo'lsa, meni otam Sardor Rahimxonov, xo'p? Hech ham ko'nglingiz o'ksmasin, sinib qolmanglar. Sizlar jonim qizim. Yig'lamang. Yig'lamang bola. Bola yig'lamang. Hammasi yaxshi ona qizim. Bilasizmi, men yig'ladim. Bola yig'lamang. Shu
qizim hozir xuddi ishi xuddi mani qizim Samiya qizim bilan bir xil ekanda, qizim ko'z oldimga kelib ketdi. Bo'ldi, Alloh taolo bizni farzandlarimizni ham shunaqa qilib sinab qo'yishi mumkin-ku. bo'ldi, yig'lamang. Hammasi yaxshi, ona qizim. Men yig'layotganim aslida xursand bo'lganimdan yig'layapman. Shu joylarni Alloh bizga nasib qilib, shu joyni ko'ngilni olishlikni bizga nasib qilgani uchun yig'layapman, ona qizim. Sevinch qizimiz bugun Xudo xolisa mana sevinib ber. Olinglar. Bo'ladi. Ana. Bir yeymiz ona qizim. Siz hijolat qiling, bir yeymiz. Qani, birinchi bo'lib siz, bismillah. Ana. Hop. Ana, keyin men. Yaxshi kana? Endi Sardor. Yaxshi kana? Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasizlar? Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz qaysi? Hech qaysi ovqat. Nega? Nega? Nega yoqmaydi ona qizim? Bugun aytdingiz, bugun va'da berdingiz, bo'l. Bugun kuchli bo'lamiz dedikmi? Bo'l. Hammasini rostini aytamiz. Chunki onam bitta xo'jaga jo'nating deyadim. Xudo xolisa jo'natamiz, asal qizim. Asal qizim, bo'l. Menga aytdingiz, yig'lamang deb, siz ham yig'lamang endi. Hojilarga jo'natamiz, umralarga jo'natamiz, a? Xursand bo'lasizmi shunda? Bo'l. Dehqonobodda hozir kamida 10-15 ta oila kirishimiz kerak edi. Hammalari juda og'ir vaziyatdagi oilalar. Lekin afsuski hammasiga ham imkoniyatimiz yetmaydi. Yetadiganlarimiz 2 yoki 3 tasiga imkoniyatimiz yetadi yordam. Qolganlarni bir ko'z yumib ketishga odamning xuddiki yuragini sug'urib olgandek og'riq bo'ladi mana shu qalbimizda. Mana siz ham o'zingiz bilasiz, qanchalik og'ir farzandlaringiz mo'ltirlab tursa sizga, qorni och bo'lsa, yupun bo'lsa, uy sovuq bo'lib tursa, gazingiz bo'lmasa, svetingiz bo'lmasa, qarzdor bo'lsangiz, kimdir eshigingizni taqillatib ketib tursa, yolg'iz ayol kishi boshi uchun shuncha tashvish, shuncha yuk. To'g'rimi shu azizlar? Hammasi Allohdan. Har kim peshonasida sinov bilan sinaydi deydi-ku Allohim. Shunday. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men sizdan boshqa gap kutmayman. Alloh rozi bo'lsin. Siz albatta har qanaqangi vaziyatda ham Sizga ham rahmat. Shuning uchun o'zi asli keldingiz siz uyingizga. Shuning uchun ham sizda Alloh meni jo'natganda. Chunki sizlar o'sha shukr qilib, sabr qilib faqat Allohdan so'raganingiz uchun mana biz sizni o'zimiz topib kelyapmiz. Bu shaksiz, shubhasiz. Lekin men aytayotgan gaplarim shuki, insonlarning o'zini qo'lida ham tanlov bor-da. Yoki o'ngga yoki chapga ketish, berish yoki bermaslik degan tanlov bor. Afsuski aksariyat holatlarda bermaslik yo'lini, chapga yo'lini tanlayapti. Tanlayapmiz. Sardor bolam, onajoningiz qiynalayotganlarni ko'rganingizda nimalar qilgingiz keladi? Ko'rib turasiz, onajoningiz-ku. Nimalar qilgingiz keladi? Yordam bergingiz keladimi bolam? Esiladida. Yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Bir kun baliq tutib kelgan daryoda. Nima tutib kelgan? Baliq tutib. Mashalloh. Qanaqa qilib tutdingiz balam, bolam? O'zingiz qo'lingiz bilan tutdingizmi? Ha. Qarmoq bilanmi? Ha. To'g'ri. Ay subhanalloh. Daryo bormi bu yerda yaqin o'rtada? Yo'q, u yoqdagi uyimiz tarafda bor edi-da. Voy jonim bolam. Kattamidi baliq, kichkinamidi? O'rtacha, normalda. Subhanalloh. Alloh rizqini yetkazadi. Shunday. Shak shubhasiz. Inshaalloh ochlikdan o'lmaydi hech kim. Lekin siz o'zingiz bilan taqqoslang, ana shunda hamma narsa ayon bo'ladi. Sizni farzandingiz, qizingiz yo o'g'lingiz daryodan baliq tutib, shu onajonisi qiynalayotgani uchun, uyda hech narsa yo'qligi uchun kichkinagina baliqni intizor bo'lib, umidvor bo'lib ko'tarib kelishni xohlarmidingiz? Bir tasavvur qilib ko'ring, bir shunchakimda ko'z yumingda, xo'sh, meni katta qizim hozir hech narsamiz bo'lmasa-da, men o'lgan bo'lsam-da, ayolim o'zi yolg'iz beva qolgan bo'lsa, bolalarim yetim qolsa-da, uyda hech narsa yegulik yo'q, uyimiz ham sotilib ketgan, ijrada yashayapmiz, chirog'imiz o'chiq, gazga pul to'lanmagan, qarzdor, bolalarim qorni ochlikdan ozib ketgan, kiyinadigan kiyimi yo'q va shu uyda hech narsa qolmagandan o'g'lim 8 yoshli, 7 yoshli o'g'lim borib daryodan bir kichkina baliqni tutib keldi. Bir tasavvur qiling. Mazami? Xursand bo'lasizmi? Ha? Shuni xohlaysizmi? Bularni otasi ham xohlamasdi. Bular ham xohlashmaydi, lekin na iloj, taqdir shu ekan. Shunday ham. Lekin bularni bu vaziyatdan olib chiqib ketib, bularni koriga yarash, bularni og'irini, mushkulni oson qilishlik imkoniyati qo'limizda bormi? Bor-ku. Nega bermayapmiz? Gap mana shu haqda. Va ertaga mana shular ustida biz so'ralamiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shu holatingizda ham mana chiroyli, ibratli gaplarni aytdingiz. Hammasi yaxshi. Allohga hamd bo'lsin dedingiz. Shu Allohim bor, har kim yashab
kun o'tib turibdi. Har qanday yanaga sababchi o'zlari. Dard beruvchi ham, shifo beruvchi ham, jonimiz oluvchi ham. Dehqonobodda shundoq qizlarimiz bor ekan, shundoq o'g'illarimiz bor ekan, bilmas ekanmiz. Qarang. Siz bilan ko'rishdi bular nasib. Jonim qizim meni. Agar biz vaqtda sadaqotlarni, ihsonlarni, zakotlarni berib, mehr oqibatda bir-birimizga yordam qo'llarini cho'zsak, Allohni eslagan holatda, bu dunyo o'tkinchiligini bilgan holatda Alloh berganlardan bo'lishsak, hamma joy obod bo'lib ketadi, ishoning. Shu muammolarni hammasini yechimi o'zimizning qo'llarimizda, azizlar. Biz faqatgina qizg'anchilik qilib, o'zimiz ko'proq yeymiz, ko'proq kiyamiz, ko'proq quramiz, ko'proq minamiz, ko'proq tutamiz. To'g'ri, bu qiyin, nafsimizga yoqmaydi. Shayton har qanaqasiga shu amaldan sizni to'xtatmoqchi bo'ladi. Qo'y, o'zing bolalaring bor-u, hali men muammoyim bor-u, ani qarzing to'lab ol, men buni qilib ol, keyin qilasan. Ishoning, hozir ehson qilmagan odam ertaga ham ehson qilmaydi. Hozirdan boshlash kerak. Mana hozir to'xtating videoni, kiring shu Payme, Paynet, Click, Zumrad kiring. Vaqf xayriya fondiga yo'nalishlarimizni qarang, hammasi bir-biridan dolzarb yo'nalishlar. Ehson qiling. Mana bu joyi o'zida quduqqa qancha ehtiyoj bor. Tushunyapsizmi? Hamma yo'nalishga ehson qiling. Keling, hozir bir go'zal ishga qo'l uramiz. Sardor adashim mana hamda Sevinch qizalog'im, ona qizim. Bularni xursand qilish uchun bir qadam tashlaymiz. Tez kunlarda bularga yangi o'zlarining uylarini hadya qilamiz inshaalloh. Shunaqangi zo'r uy hadya qilaylikki, u uyda farishtalar bo'lsin, u uyda Allohning rahmati bo'lsin, u uyda shukrona bo'lsin, u uyda sizni haqqingizga tinmasdan duolar bo'lsin. Mana hozir pastga bularning o'zlarining kartalarini qo'yamiz. O'zlariga Alloh uchun ehson qiling, ko'proq ehson qiling. Zo'r uy. Endi uydan tashqari bularni hali o'qitamiz, xudo xolisa. O'zlari xohlagan yo'nalishlarda kim bo'lmoqchisan deganda, "Men bunaqa kasb egasi bo'laman" deydi-ku, orziqib, ana shu kasb yo'nalishida o'qitaylik bularni. Sinimizni bir kasb hunarli qilaylik. Bularni bitta homiga bog'lab qo'yamiz, bularda otalik qolib, doimo bular parvarishda e'tiborda bo'lishadi. To bolalarimiz oyoqqa turib olguncha, voyaga yetgunicha. Va inshaalloh Alloh sizni bu qilgan yaxshi amallaringizning ajrini bu dunyoda ham, u dunyoda ham ko'paytirib beradi. Siz buni sezasiz. Ishoning, sezasiz. Ishlaringiz yurishib ketayotganini, kasallaringiz tuzalib ketayotganini, gunohlaringiz to'kilayotganini, qalbingizda bir xursandchilik paydo bo'lib, bu amal sizga yoqib yana qilayotganingizni sezasiz. Boshlang mana hozirdan. Keyin rahmat deysiz. Qancha bunaqa insonlarni ko'rdik. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Men hozir shuni ibrat sifatida oxirgi so'zimni o'rnida aytib beraman. Qoraqalpog'istonda bo'layotgan voqea. Bundan bir necha yil oldin Yurak Amri xayriya fondi bilan Qoraqalpog'istonda ehson tarqatganimizda yonimizda shu fotograf sifatida shu ukalarimizga o'xshab bizning yonimizda xizmatda yurgan bir bola bo'lgan ekan. Qoraqalpog'istonga borganimizda yonimizda yurdilar. Men endi u kishini tanimadim. Endi bu yil borganimizda, chunki oradan ancha vaqt o'tgan. Keldilarda chiroyli kiyimlarda Sardor aka, men bir narsani sizga aytishim kerak dedilar. Labba aytsam, sizga ming rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin dedilar. Nima uchun bu gapni aytyapsiz desam, shu 3 yil oldin kelgan yillarda men yoningizda fotograf sifatida yurgan edim. Ehson qilishni bilmasdim. Shu har bitta oilaga kirganda gapirgan gaplaringiz menga ta'sir qilib, qanaqandir qalbimda o'zgarish paydo bo'lib, ehson qilishni boshladim. Yaxshilik qilishni boshladim. Sadaqa berishni boshladim. Va bu natijasi men sizga hozir aytaman deb ishonmaysiz, hozirgi kunda 4 ta katta firma rahbariman deyapti. Bo'ladi, shunday. Shunday. Olganim emas, berganim o'zimniki. Boyishning siri olib qolishda emas, berishda. Qancha bersa, shunga qarab beradi deydi. Bugun xursandmisiz? Onajoningiz xursandmilar, nima deb o'ylaysiz? Xursandman. Ko'zlariga qaraychi, oldingi ko'zlardan farq qiladimi hozirgi ko'zlar? Nimadan sezdingiz? Chunki xursand bo'lganlardan. Ay jonim qizim. Sizga onajonim xursand bo'lishlaridan-da ortiq baxt yo'q, to'g'rimi? Ana, shuda. Onun uchun bolani xursandchiligi, bola uchun onaning xursandchiligi kerak. Ular xursand bo'lishi uchun nimaiki imkoniyat bo'lsa, sizning qo'lingizda, bizning qo'limizda bor. Shuni beraylik, azizlar. Maza qilamiz. Ki dunyomiz obod bo'ladi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Vaqf xayriya jamoat fondi birgalikda biz katta kuchmiz degan shiorni qayta aytishdan to'xtamaydi, azizlar. Biz birlashishimiz kerak. Kuchlarni birlashtirsak, barokat hosil bo'ladi. Mana shu bilan millatga aylanamiz biz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Befarq bo'lmayotganlardan, xizmat qilayotganlardan, g'oyibona duo qilayotganlardan,
xalqimizni haqqiga, shu xizmat qilayotganlarning haqqiga yurakdan bir duo qilavering. Inshaalloh Allohim nimaki niyatlaringiz biza ijobat bo'lsin. Alloh o'zlariga ham bilib qilgan xatolarimizni o'zi afv etsin. Allohu akbar. Ko'p joylarga borganimizda mana shunaqangi Bizga berganlaringiz ming barobar bo'lib qaytsin. amin, amin. Men bilaman hozir ichingizga sig'mayapsiz, lekin o'zingiz ushlab turibsiz. Shunday. Men bilasizmi, shunaqangi joylarga borganda hajolat qilaman. Chunki bu o'zimiz singillarimizda bularning ori bor, nomusi bor. Lekin na iloj. Shu ishlar yurishligi uchun, xalq uyg'onishligi uchun ko'rsatishga majburmiz. Ana shuning uchun bu bolalarni, bu kelinlarimizni, bu singillarimizni o'rda o'z qizlaringizni, ayollaringizni tasavvur qiling-da, o'zingizga bir jasorat toping. Biz ko'rsatayotganimiz xamir uchidan patirayizlar. Shu ish yurishligi uchun sizga bir hisobot tarzida bir qalbingiz, qulf dilingiz ochilishi uchun majbur shu 100 dan birini ko'rsatamiz. Qolganlarni yashirin qilamiz. Bilmaganlaringiz qancha. Lekin biz qilganlarimiz bilan maqtanmaymiz. Chunki maqsadimiz bu emas. Chunki hali qilishimiz kerak, qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar soni ko'p-da. Shu haligi qilingan narsalar bizni xotirjam qilib qo'ymasligi uchun biz ko'pincha hisobot bermaymiz. Mana menimcha chiqib qo'ydi, menimchaga ovqat tarqatdi, bunga uy berdi desak bo'ladi maqtanib. Nimaga? Alloh bilsa bo'ldi. Alloh bilsa bo'ldi azizlar. Ehson qiling, yordam qiling va yana Xudo xolisa inshaalloh tez kunlarda kelib xushxabar bilan bularning duolarini olamiz. Ana qizim. Bugun xursandmisiz? Jonim qizim, salomat bo'linglar. Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan 35 million pul buni vaqtinchalik ishlatib turishingizga, to Xudo xolisa uy berishimizga qadar, Xudo xolisa endi qarzinglar bo'lmaydi. Qarzinglar bo'lsa uni to'lang va Xudo xolisa bolalaringizga yaxshi ovqatlarni pishirib bering. Buni ayab o'tirmang, tejab o'tirmang. Bu sizniki, yetimlarning haqqi. Sog' bo'linglar. Xayr. Rahmat kelganlaringiz uchun kattakon rahmat. Hislaring qanaqa? Nimalar his qilyapsan? Mana nima bo'ldi? Mana boya nima bo'ldi hayotingda? Nima bo'ldi? Aytib ber. Orzum amalga oshdi. Qaysi orzuying? Uyimiz bo'lishi edi. Ha, yana nima orzu bor edi? Yana uyliki. Ha, qanaqa orzu? Birdan oshib ketdimi yo uzoq kutdingmi? Qancha kutding orzu? Birdan oshib ketdi. Birdan oshib ketdi. Yaxshi niyat qilsangchi, birdan oshib ketadi, ko'rdingmi? Birdan. Hozir qanaqa kayfiyatdasan? Kayfiyating mana nechi kayfiyating? 100. 100? Voh, mashalloh. Bugungi kunda hamma xursand bo'l. Nima qil? Qanaqa xursand bo'ldingiz? Qanaqa ta'riflab berasiz u xursandchilik? Onam xursand bo'lganligi menga yoqib. Xursand bo'ldilarmi? Ha, xursand bo'ldilar. Biz nimaga keldik bilasizmi? Bizchi sizni yaxshi xursand qila olmadik deb o'yladik. Yo'q, juda ham xursand bo'ldim. Mamnunman, Xudoga shukr. Qanaqadir boya bilasizmi, anaqa qilib qoldingiz-da, ya'ni. Yo'q, menda umuman vaziyatni kutmagan edim. Shulka tushib qoldim-da, to'g'risida. Birdaniga hamma narsa bor bo'lsa, odam bir boshqacha bo'lar-ku. Uyda yo'q narsangiz ayniqsa bor bo'lib qolsa, umuman kutmagan edim-da. Juda ham mamnun bo'ldim. Tushga o'xshaydi. Ya'ni real. Yo ishonolmadim hamda. Xayolimdan boshqa narsalar o'tyapti. Yo rostdan oldimdanmi, yo boshqa joydanmi degan maqsadlar o'tdi-da. Qachon tushunib yetdingiz? Mana chiqib ketdi, tegdi. Chiqib ketgandan keyin 1 soatlardan keyin o'zimga keldim. Bugun boshqacha bo'ldim. Xursand bo'ldim, xullas. Aytdim, shunday insonlar ham bor ekan. Mana bugungacha bo'lgan kuningiz va bugun qanchalik farq bor? Bugun hayotimda juda ham ancha narsam yo'q edi, bor bo'ldi. Allohdan so'rasam, Xudoyim yetkazadi. Qanday yo'l bilan bo'lsa, qanday o'zi Allohim o'zi dargohiga qabul qilsin-da, lekin juda ham yetkazadi deyman. Chin yurakdan talab so'rasalar, albatta amalga oshadi. Nimadir surpriz o'yladik. Surpriz boya qildik-ku, surpriz. Maktabda. O'xshadimi, o'xshamadimi? O'xshadi. O'xshadi. No, maktabda chiqib yotdi deyli bir payt. Nima bo'ldi? Men qo'rqib qoldim. Nimadan? Ustozimiz aytgan, ko'p kishining mashinasiga chiqmanglar. Mana ko'p kishining mashinasiga chiqmanglar, eshitasizlarmi? Ha? Keyin Shuncha o'g'irlab ketishi mumkin. Keyin oilangni ham quruq qolasizlar, adalaring keyin sizlar qidiraveradi dedi. Keyin shuning uchun men qo'rqib ketdim. keyin nima bo'ldi, ko'rdingiz? Keyin hayajon bosdi. Xursand qilgan bo'lsak, men ham xursandman.
Sizlarni xursand nima qilmoqchi. Sardor aka kelmadi? Keldi Sardor aka. Qani? Boya keldi. Rahmat. Yaxshilik qilishing. Xo'p. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, onanglarni ehtiyot qilinglar. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.